Selam dostlarım. Bugün men sizni Irka ismli pisi ham Alisa ismli tilki bilan tanishtirishga tilayim. Qizlar, balki o'zingiz turida siylab olursiz. Miyav, mening eng yoqqan shug'ulim u og'achilarga minib, ham tuba ustida yurim. Men bek uzoq yetib yiqilim, qolgan vaqtimni o'zimni qarovga bag'ishlayman. Gul yo'nib, yanlarimni qarab turam. Alisa, sening motor toningga ne bo'ldi? Yozin ham jegin, biz tilkilarni yunlari shulay qiyila. Nik? Chunki yilida bizga onday qalin tunning keragi yo'q. Miyav, qishin mening yunim, quyrug'im senikine qaraganda motorroq deb bek maqtangan edin. Ella qo'shan aytganni elida unutmagan ekan. Unutmadim shu. Qizlar, siz ikkingizda bek motor, jiran tizda. Bahaslashmagiz, zinhor. Romashka shashaklari bo'lak etimali o'zingizga. Qizlar shashaklar yaratadi. Biz motor romashkalar biz tirayoqni xush hislar taratamiz, yamlandirib barchani. Oq talinka, sarimay deya ko'plar bizga qizg'anmay nozimizni beramiz gul sizga. O, romashkalar. Albatta yaratamiz. Rahmat yolsin, Ramay. Alisa, oshab tuymaganni yolab tuymassin. Ayda, qolma. Romashkalarim senga da bor.